Statistika ma'lumotlariga qaraganda, O'zbekiston aholisining 80% bolalarida raxit kuzatiladi. Haqiqatda shundaymi? 4-5 boladan bittasida mana bunday ko'rinishdagi soch to'kilishlar uchrab turadi. Ba'zi bir vrachlar buni raxit alomati deb davolashga kirishadi, lekin bu belgi har doim ham raxitning belgisi bo'lib hisoblanmaydi. Bolalardagi yoshsimon soch to'kilishining asosiy sabablaridan biri bu normal fiziologik jarayon bo'lib hisoblanadi. Bunda bola ko'proq yotgan holatda bo'lganligi sababli boshini ikki yonga qimirlatishi oqibatida orqa qismda soch to'kilishi va sochlar sekin-asta chiqishi kuzatiladi. Agar farzandingizda raxitning boshqa alomatlari kuzatilmasa, unda bu soch to'kilishi sizning bolajoningiz uchun normal jarayon hisoblanadi. Bu videoni yosh bolali yaqinlaringizga yuborib qo'ying, toki ular ham normal holatni kasallik deb davolashga shoshilishmasin.